Nexia birda vash arzon narxlarga bu narsalarimizga, mana sizlarga 99-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 mashinasi yurish turishlari o'rtacha holatda kuzovi ponni kraska bo'lgan, kraska bo'lmagan jon topasiz, bizdan sizga 100 ming so'm bonus bor. Xo'p, mashina 99-yilda ishlab chiqarilgan, narxini sirasi aytib o'taman, talakni bosib qo'yasiz. Narxi $1600. Sirasi berib yuboriladi. General daviniz boshqa narsa ham, lubbu narsa bo'ladi. 70-75 legenda deydi-ku. Xuddi shunaqangi joyidan. Nexia 2 torpedalar, 4 ta o'rtacha balon, istarali mashina qilib qo'yishibdi. Torpedalar Nexia 2 ni qo'yib qo'yishibdi. Xo'p, pastakanchilari bor. Endi holati, salon holati yaxshi, o'rtacha motorni aytishlari bo'yicha yaqinda qilib qo'yganman deyishyapti. Kraskasi hamma joyga kraska bo'lgan. Bunda metan gazi ham bormi? Bor. Yo'q-a? Almashamiz ekan bir mashinaga. Xo'p. Istarasi endi bor shu. Sonstran bular. Prostoy gidrolikasi ham yo'q buni. Oxir taqilgan 1.6 dan kami yo'qmi? Yo'q, kami. Uzul kesilganmi yo'qmi? Uzul kesib kami yo'q. Nimasi-chi? Varianti-chi? Yo'q, varianti ham yo'q. Naq puliga oxir tikoni puliga, O'zi arzon beradi. jigulni puliga ham desiz ham bo'laveradi buni jigar. Bosing bo'lmasam $1600 ga mana sizlarga Nexia 1 mashinasi.